Assalamu alaykum. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, UN TV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Özümüzün rəngdar səhifələrimiz orqali sizlər üçün xidmətdə bo'lishni bəxtimiz, təliyimiz, xoşallığımız deb bilimiz. Mən sizlərin sirdaş dostunuzlar Xadiçə Uyğur. Həmmənizlərə Allah'ın salamı bolğay. Biz hayatımızda hər xil bədəl töləşlərə duç kelimiz. Bədəlinin tatlığım var, açığım var. Şundaq bir bədəl var ki, biz töləgəncə huzurlanğan, töləgəncə xoş buladigan. O bolsumu analıq bədəli. Bugün biz aşındaq analar qatarıdaki Rəna Şahyar xanımni söhbətimizə alayda təklif qıldıq. Assalamu alaykum Rəna, qanday ahvalınız, yaxşımısınız? Va alaykum assalom, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Yaxşı, Allah şükri. Bugün alayda vaqt chiqarib söhbətimizə kelganligingiz üçün to'lim xo'shalman. Oy arzimaydi, asli biz sizlarga rahmat desak bo'ladi. Sizlar bütün vaqtinglarni, zehninglarni, hamma bütün ajringlar bilan biz uchun shunday yaxshi qilyapsizlar. Asli burun kelishim kerak edim, bak kechikib ketdim. Asli sizlarga rahmat desam bo'ladi. Sizmidek aldirash emasmi? Ben sizni tunuğa vaqtimdim, shu sizdan shunday aldirash hayotingizga hayron qilib tunigandanga. Eyliqi ekran aldiki ko'rurmanlarga shuni deb bergan bor. Men Rəna xonim bilan qandaq tunishdim deganni. Bir kuni bir WhatsApp topudagi shunday go'zal bir leksiyani angladim. Bir ayolninki ikki bolasini tarbiyalaganligi ham shu jarayonda magistrlikni tugatib, doktorlikda o'qiyotganligi, ham qo'shimcha xizmat bilan shug'ullanayotganligini anglab, mushlarni hammasi yetishganmidi, rostmidi deb hayron qoldim. Hayron qolib o'zining telefon nomerini tepib paranglashtimda, sizning mushta bir leksiyalaringizni angladim, hayotingiz shu qadar qiziqdim, siz bilan bir tanishqim batdi dedim. O vaqtda biz shu studiyani yangidan quramiz deb tıxıymış o'rnining ijarasini to'lab qo'yib, ikkinchi kun edi u. Shu an ishxonasiga bordim, ko'rishdim. Ko'rish jarayonida men anglag'inimdimi jiq narsalarni his qildim. Hem o'zininki nurg'ulg'an shirkatlarga qonuniy maslahatchi bo'layotganligini, bir yoqdan xizmat qilib turib, media sohasida magistrlik kasbini tugatib, hozir doktorlik kasbida o'qiyotganligini, ham ikki bolasining bor ekanligini, bir qizininki quloq anglamaz, so'zlayamaz holatda tug'ilganligi, shularni qabul qilish jarayonlari va qizini oxiri Fatih rayoni bo'yicha favqulodda sezgisi yuqori bolalarninki ichida birinchi bo'lgan jarayonlarni so'zlab bergandan keyin men hayron qolib, bir xil tizimot dunyosiga kirib, g'ayri bir ishlarni anglagandek og'zim ichib hayronlik qoldim. Atrofimizda mundaqmi ayollar bor ekan deb. Shun ko'p qitim suhbatga chiqishni taklif qildim. Qisam, yo hada, men yoramayman, hozir bunchalik ishim bilan men suhbat chiqidek ish qilmadim. Bu faqat mening onalik burchim, men qilishga tegishli ish bu. Buni so'zlashning, tashviq qilishning zarurati bormi deb. Unimidi o'qishingizni deb bering desam, meningdan better o'qiyotganlar bor deb, unimidi tijoratni deb bering desam, ne egilik yaratayotganlar bor deb hech demak unimidi. Yo siz ekrandan qochyapsiz desam, yo adam ekrandan qochmadim dedi. Endi bugungi kunlikda unab qilishning bunda sababi bor. Mushu İstanbul'da nurg'ulg'an biz u bolalarni hozir kichik farishtalar deb atadik. Biraz sezgisi va boshqa taraflardan azroq bir endi deyli desimi yurak og'riydi ekan, azroq bir normal sizlik ahvollarda tug'ilgan bolalar bor ekan. Shulardan tarkib tashkil topgan bir ayollar to'piga Rəna xonim kirib, mushu bolasining tug'ilish jarayonidan hozirgi holatga kelish jarayonini shular bilan o'rtoqlash orqali nurg'ulg'an ayollarning ichki hissiyotlari bilan o'rtoqlashdi. Endi bugungi kunda shu narsani so'zlab berish, shu ayollarga ilhom bo'lish,
Endi bu temini o'tirib açıqsaq buludu deb qarğanlıq üçün özünün şəxsi hayatı emas, köpçülikə mənfəətlik bir temini yoritishni maqsad qilganlıq üçün axırı söhbətini qəbul qildi. Rahmat ada bek maqtab etdingiz. Aslida bu qadarmı ishlar yo'q. Hamma onalar qahramon, hamma ona bolalar uchun bütün barliqini, analarım emas dadalarmı barliqini berib tirishib turmishdi. Bek rahmat sizga bek maqtab etdingiz bu qadarmı emas raslan. Undaq emas. Bayatda deganingizga o'xshash, men bugun o'zim uchun emas, bizning ash farishta bolalar guruhimizga barliq qahramon opalar uchun ovoz bo'lay, qahramon opalarimizni bir tunutaylik. Qahramon opalarımızga bir rag'bat beraylik, madad beraylik deb turib chiqdim. Sizning mush fursat orqali bu opalarga, boshqa farishta bolalarimizga bir fursat berganligingizga sizlarga ko'p rahmat aytaman. Bizning mush ekranning kaynida turib xizmat qilayotgan barliq meslekdoshlarim, xizmatdoshlarim demdim. Hamda men bu shu studioning qurilganidan boshlab ekran orqasidagi sepanglar, azaranglar, hammalarga ko'p rahmat aytaman. Alloh ajringlarni bersin dedi. Rahmat. Baştilbek rahmet etdingiz, o kadar emas. Shunda bo'ldi, ham tirishmay turib bir ishni vujud chiqarg'il bo'lmaydi ekan, chunki bizning o'zimizga xos bo'lgan bir tashkiliy apparat organlarimiz yo'q, bir ish qilmizsa qo'llaydigan yerlarimiz yo'q, faqat o'zimizning kuchiga tayindik ekanmiz. Ashunday tirishlik ko'rsatmay turib, biz mushtab qilayotgan xizmatlarning hammasi Uyg'ur jamiyati ehtiyoj, ham o'tirib chiqishga tegishli xizmatlar. Bu xizmatlarni qilmasak mushbeti turib qoldi. Buni qilgancha qilgan xizmat chiqiyotdi, o'tirib chiqadigan mazmunlar ko'payotdi. Buni chuqur bir odam o'tirib chiqib qilish kerak. Ham biz shu badalni to'laylik dedik. To'g'ri ish qilib, shundaqcha madaniyatda aqıtırsizlar, shundaqcha bo'shliqlarni to'ldiryapsizlar, nurg'un yaxshi ishlarni o'tirg'a chiqyapsizlar. Masalan, bugun qilayotgan ishimizmi bir savob ish, bir yaxshi ish, bir boshlang'ich bo'lib qolsa, inshaalloh kelajak insonlarga men o'zim yolg'iz emas, shu qahramon opalar, shu guruhimizga farishta bolalarimiz bilan birga chiqishimiz mumkin. Alloh nasib qilsin inshaalloh shu ishimiz dedi. Amsa asl temamizga kelsak, mush qizingizning anglash sezim bilan so'zlash sezimining tuvan ishkanligini bir hisobda yo'q desakmi bo'lishi shundaqmi? Shuni qaysi vaqtda qanday holatda bayqadingiz? Biraqlam kirib ketamdiq. Endi mening qizim Nihal birinchidan baldir tug'ilib qolgan. Shu homillik vaqtimda siqintilik, zo'r bir qiyinchiliklar bilan tug'ilgan. Ben Nihal'ın anglash sezimining tuvanligini 5 oylik vaqtida his qildim. Biz 5 oylik vaqtida yo'lchimlar ikkimiz uyanlamdi, anlayamamdi deb bilamaychi, doktorxonaga bir tekshirishni 5 oylik vaqtida boshladik biz. Bir hisobda baldir boshladik. Uni qanday bayqab qoldingiz shu? Çoğun oğlum tanıyorsun Mustafa bilen Nihal narlık 15 ay farq qildi. Nihal Mustafa qaraganda ba'zi narsalarga bak inkas bildirmaydi. Chunki Mustafa masalan uyni elektrik supurgan qo'g'ab yig'lab ketadi. Andan keyin eshikni birisi zilni bosqa vaqtida qaraydim-da, keyin qarayalaydi. Telefonlar kelgan yugurib telefon o'mlab mangadi-da 5-6 oylik vaqtlarda qarab bitgan. Nihal da o'qil inkas bo'lmag'achqa men Nihal anglayamamdu, nima anglayamamdu deb qanday yo'lchimlar ikkimiz qipaqaydi deb uyda masalan dadisi sirtdan zilni bosdi, men ishni yenida tursammi, ko'tarib tursammi, kayniga burilib qarimdi bir ish qildim. Inkas yo'qda, voy bu bolani tekshirib baqayli deb doktorxonada sep chiqqan vaqtida bir tekshirdi, quloq tekshirdi. Butun bu vaqt bolalarni bu yerda mayli davlat doktorxonasi bo'lsin, shaxsiy doktorxona bo'lsin, biz shu belgilarga qaradik, qarsak normal keldik. Normal ekan bu bola deb shuni bilan yenilar men ansirash bor, chunki Nihal ta homillik vaqtimdan boshlab tug'ilganda undan keyin chiqib seriq deb kutni ochilib turib deganga o'xshash bakchiq doktorxona bo'lgandan keyin rasmiy tekshirishni 5 oyda boshladik biz. Sizning ma sezgurligingiz favqulodda bir sezgurlik bo'pti. Qanday desangiz, mening navrinimninki qizi yoshda bo'ldi. Ular 2 yosh. 2 yoshda bayqidi ular. Normalda şu cihlar işte dedik ya, gap qilamagandan keyin anandan bayqalaydi desam, balдар qapsa dedik ya. Şu dedim o Mustafa bilan farqlantirib ikkisini uchun solishtirib Mustafa muddatda Nihal muddat emas qo'l. Ajabman Nihal muddat qilmaydi, qarmaydi deb yo'lchimlar ikkimiz kuni deyishdan gapni shulam. İşte bo'lib balдар bayqab qoldi. Operatsiyasini balдар qildik biz. Balдар bayqadik. Shu qilib hamma narsa balдар bo'ldi. Hozir qana natijasini shu ko'ryapmiz, Allohga shifoliq berib.
İnşallah tirishqanlarimiz, bardashib berganlarimiz uni natijasini ko'ryapmiz. Endi hozir bayqabsiz, bu yerda cho'ng bir masala chiqadi. Siz ashtaqligini bayqagandan keyin sizning psixikangizga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Shu ta'sir ko'rsatgan masala, undan keyin siz o'qiyotibsiz shu vaqt qo'shimcha magistrlikda o'qiyotgan vaqtingiz. O'qishingizga va boshqa normal hayotingizga ko'rsatgan ta'sirlarini o'rtoqlashgangiz bormi? Ha bo'ldi so'zlab berayda. Bugungi shu kelganimiz shu temada paylashish, shu ahvollarni o'rtoqlashish uchun kelgandan keyin men deb beray. Faqat menlam emas, bu yerda butun ota-onalar, ya'ni butun ota-onalar derken, voy derken deb miyada Allah deyiladi. Turkcha qo'shuvchilar kirib qoldi. Siz yana normal suhbat qilganimizga o'xshash gap qilishgan o'xshashada bir tuzitib berma. Ben özlemgilam emas, shu farishta bolalarimizning qahramon bir opalar bor 16-17 kishilik guruhimiz shularga vakolatan deb desam bo'ldi. Hammamizning psixikasida o'zgarish bo'libdi ham bo'lgan. Ham meniki qanday bo'lgan desangiz, bayatan deb o'tganga o'xshash. Men u vaqtida magistrlik o'qiyotgan vaqtim, Mustafa kichik, 2 yoshga kirmagan vaqt, o'g'lim, qizim tug'ildi, işte og'riq bo'lib qoldi. 5 oy vaqtida buni his qildik. Tekshirtish başladık, tekshirtish jarayonida başlab bu kadar bir ig'ir bir sinoqlar berishimizga keldiki, bu normal odamlarni insonlar ko'tirib boshqa chiqdi haqiqatan qulay bir ish emasga. U vaqtida mening psixikam buzilib, hatto o'zim nihol nimda mening qizim ishtah kasal bo'lib qoldi, nimda deb nimishqa bilan bo'lib qolgandim. Tekshirdim. Andan keyin maktabga berib, maktab o'qishim to'g'ri detay. O'qimayman, balam og'riq tursa, nim qilmay o'qib deb bu maktab to'g'ri magistrlik o'qiyotgan vaqtim, ikkinchi sinf vaqtim. Uni 1 yil yeni to'xtatdim maktabni. Andan keyin shu turmush jihati bo'lsa, oila jihati ya yo'ldoshim vaqtida tomoq qilib beramayman, qarang. Ya balamga kichik Mustafani ya yaxshi boqolmayman. Ish qilib hammamizning psixikasi buzilgan, hammamizning kayfiyatlarimiz buzilib deganga o'xshaydi. Chunki biz u vaqtida teh kasalni qabul qilib bo'lmagan. Endi Alloh tarafidan bizga kelgan bir hadiyada qizim endi qizimning kasali bo'lsin, bizning bir imtihonimizdi. Biz u vaqtida qabul qilib bo'lmagan vaqtimizga kunimiz yig'lab, qaqshab, qanaq nimishqa mushtaq bo'lib qoldi deblam o'tgan. Shunga men guruhga kirib, guruhdagi ota-onalar bilan paylashib, suhbatlashib, basatishib qolgan keyin menlam emas, hammalarning mushtaq ahvolda ekanligini bilib, shunga bu o'rtoqlashmasam bo'lmaydigan ish ekan, buni cho'qim yengib ketgan bo'ladi. Qaranglar, men yengib ketdim, bunday ishlarni qildim. 4 yil, 5 yil yig'lagandim, anan keyin kulalaydiganmiz deyish orqali ular bilan bo'lgan do'stligimiz, hamkorligimiz, ham fikrligimiz ortib o'tadi. Shu ish qilib nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi-ku. Haqiqatan hamday ig'ir bir qiyinchilikni beshimizga o'tkazdik qadar. Shu ayollarning homildorlik bo'lish vaqti har xil, bir ayolningki seziklik ahvoli, bir ayolningki tomoq yeyish, har xil ifodalanadi-ku. Siz mana 2 farzandlik bo'libsiz. Ikkisiningki homillik vaqtida farq bormi yoki bo'lmasa shu vaqtlardagi ma'lum bir ishning qizingizning mushu yetilishiga ta'sir ko'rsatgan ahvollar bormi deb qaramsiz? Ha, asta qarayman. Chunki ikkisining homillik vaqtida o'tkazgan homilligim qat'iy o'xshamaydi-ku. Sizning ishtaqdi, balki hammamizning ishda bo'ldi. Har bir bolaning homillik ba'zining qo'li yutib ketadi, ba'zining shunday sezgimiz ig'ir. Mustafoda, ya'ni cho'ng o'g'limda hech qanday bir nima yo'qdi, shunday yaxshi, normal, rahat tug'ildi, rahat homilligim yaxshi bo'ldi. Nihol 2-20 oylik qo'sqinlik vaqtidan boshlab 3-4 qatim shu tushib ketish ahvoli yuz bergan. Hatto bir qatim bak ig'ir darajada biz doktorxonaga borgan vaqtimizda 95% bu bola tushib ketdi deb aytishdi. Allohni qanlayamdik deb yo'ldoshim bilan ikkimiz olib kirib balonlar bor ekan, sabr qilinglar deb biz ham bu bola ketdi deb o'ylaganda yig'lab bu yerda qilib kelsak, andan keyin biz bala saqlab qoladigan shu amallarni qilib boqaylik. Yenilar umidimiz üzmeli 105%. Shu dorilarni ichib uyda dillan aram oldi, ma'qul deb. Shu bir hafta 10 kundak vaqt o'tgan bo'ldi, undan keyin borsak, tekshirib borsak, voy mo'jiza. Balaning yurak so'qishi asliga qolibdi, yaxshi, shuna yaxshi normallashibdi deb dedi. Shu bir boshlangan petiyada undan 3-4 qatim ishtaq. Yana ishtaq xatarlik ahvollar bo'ldi. Shunchalik diqqat qildim. Balam tug'ilg'uchi bo'lganlikda qo'limda shu yaxshi tursin deb shunchalik yeydiganga, ichidiganga o'tirib qopadigan diqqat qilib degdek chiqib homillik vaqtimda shu xil ahvollar yuz bergan. Uning ta'siri bor deb o'ylayman. Chunki biz bir necha qatim homillik balani saqlab qolaylik deb to'g'ri ishdim, davolangan bo'ldim.
shu jarayonlar bo'lgan. Beshimdan kechirdim shu ahvollarni. Mencha ta'siri bor deb o'ylayman. Shunga hamda men bu yerda boshqa opalarimizga, singillarimizga, adilarimizga homiylik vaqtida hargiz sal qaramaslikni yerda qilib shundoq ko'ngil bilish kerakligini masalan dastlab 3 oy oxirgi 3 oy bek muhim deb qo'yamiz. Har qanday vaqt muhim. 9 oy 9 kun qo'shiqimizda turgan vaqti shunchalik muhim ekanki, har qanday vaqt, har bir minut, sekundning bek muhim ekanligini men bu yerda his qildim. Uni bizning kechirib, ham uning sababini bog'lab olsak bo'lmaydi. Lekin diqqat qilish kerak. To'g'ri. Təpsili tam qanaq ahvol bo'lgan bilmayman, yuzlarda seriqlik bo'ladi ekan, ko'zning iqqi sag'rib ketadigan. Doktorlar qarablar bilalarga bir tekshiradigan apparat bor, tekshiriblar 5, 6, 7 yoshga chiqarib bergan. Niholning 12 ig'ir bo'lsa 12 bo'ladi ekan. 10 darajaga deganda birdan muncha darajaga. 11, 12, 10 deb chiqar. Bir yana o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Miyada 11, 12 deb chiqarib berdi ekan. 2 yosh kirmay turib operatsiyaga kirdik. Operatsiya qildik. Uni operatsiya qildik bo'lgan jarayon taqan ig'ir. Voy bularning jihoz makinasi buzuqga, doktorxonaga boraylik, doktorxonaga boraylik deb. Saqaymaydi degan yolg'on. Ha, qo'yaman deb butun doktorxonalarga berib tekshirib, hammamizning beshiga har xil imtihon, har xil sinov keldi. Bolam mening imtihonim, sinaqim, Allohning menga bergan, bizga bergan, bizning oilaga bergan hadiyasi deb biz buni xo'shallik bilan qabul qildik. Tushirgan vaqtida narkoz holatda butun a'zo jim turganda angiz diagnoz qabul bo'ldi. Agar bola ozroq harakatni kessa, to'g'ri chiqmaydi deb boshqa Ha, ashta qildik. Asligimi yo'q, ya'ni doktorlar operatsiya qilsaqmi bolani saqaymaydi degan. Operatsiya qilsaqmi bo'lmaydi.